Endi benim sınavda 18 sınavda so'sha zamanı dedi. Çünkü kelib turgan problemalarni administratsiya bilan, shaxsan bilan shaxsiy tartibda hal etildik. Agar qisqacha 20 yillardan yılda o'zakka 400 dan ortiq kishi xorijadan kirgan edi. Xorijaga qatnashdi, shularning 356 karantin vaqtida bo'lsa, 80 ga yaqin prosent xalqning ishga o'rnashtirildi. Shu vaqtda bizim 4 invalid vermek kirgan edi, shu bugungi kunda ishda. Bugungi kunda bizning sentrda 34 kishi ishda turadi. Invalidlar ishda yo'q. Bu bizning kishida bo'lgan, yashida bo'lgan xalqning 0,27%dan olib turadi. Endi bugungi kunda problema invalidlarni ishga o'rnashtiruv. Agar aytsak bizning doktorlarimizda xalq 29 ming ishi to'planish xalq, shundan 2560 invalidlar, bu bizning 8 darajada, agar qolsa Rossiya ham Tataristondan yig'ishtirib boramiz. Rossiyada 7 bo'lsa, Tataristonda 7, 8 darajada prosent xalq invalid hisoblanib turadi. Agar endi ish yaşında xalqlarga kelsak, bizning Afg'onistonda 15351 kishi ish yaşında, shuning ish yaşında invalidlar soni 697, ham shu 697 199 mumkinda ishlaydi. Bu 28% olib turadi. Agar endi biz buni endi outside'larni ko'rsatsak, agar bizning ana ko'rintra xalq soni aytgancha 29393, ish kuchida 15351. Mana shuni erlarga ham xotin-qizlarga bo'lsak, bizning erlar 8572, xotin-qizlar 6779, bizning ikki ovoz yerlarida ko'p ovoz yerlarida bizning erlar ko'proq ish kuchida yashida bo'lganlar, ikki ovoz yerlarida bizning o'zaka bilan o'sha ovoz yerlarida xotin-qizlar ish kunda ko'proq bo'lib ko'rintiradi. Endi ish yaşına kirgan invalidlarga ko'rsak, bugungi kunda bizning 697 invalid ish yaşında. Birinchi gruppada bizning 85, birinchi gruppada 85 invalid bor, 281 invalid ikkinchi gruppa, 531 ishchi gruppa invalidlar bo'lib turadi. Bunda tablitsada siz outside'lar ko'rasiz. Bugungi kunda ish yaşında bo'lgan invalidlar 4,5% ish kuchida bo'lgan xalqning sonini olib turadi. Endi ishlovchi invalidlar soni bo'yicha biz Tatariston yil bo'yi federal okrugi bo'yicha birinchi o'rinda bo'lsa da, Rossiya bo'yicha 15-o'rinda bor. Bunda ko'rinadi bizning o'zimizning o'zliklarning invalidlar soni hamda ishlovchi invalidlar soni bizning endi qarasa Tilakov yerligida ish yaşında 16 invalid bo'lsa, shuni bugungi kunda 1 signa ishlaydi. İskesefar yerligida 17 invalid bo'lsa, shuni 2 signa ishlaydi. İske formasyonligida 22 bo'lsa, shuni 2 signa ishlaydi. Tatqalashib ovoz yerligida 26 invalid ish yaşında bo'lsa, shuni 5 signa ishlaydi. Ostda buni yuqori yash bilan ko'ringanlari, yoshlar bizning 31%, eng ko'p ishlovchi invalidlar bizning Kuzak ovoz yerligida 27 invalidning 15 bugungi kunda ish bilan ta'min etilgan. Endi bizning Rossiya Federatsiyasi invalidlarni sotsial huquqdan federatsiyamiz negizlanib, Tatariston Respublikasi hukumati rayonlarga quvvatga yetkazdi. Bu bizning endi 96 invalid bizning ishga o'rnashtirilgan. Ana 96 Muslinde bo'lmay masalan spetsial biz ko'rsatdik, Tataristondan kelgan bo'lgan shunlar bizga qo'yilgan 96 bu federal zakonligida bo'lganda qo'yilgan kvota bizga 42% invalid bizning ish bilan ta'min etilgan. Shundan chiqib bizga qo'yilgan 96 invalid yilda 96 invalid ishga o'rnashtirilgan. Biz shundan chiqib bundan nechasi o'rnashgan bugungi kunda 96 bu yilda qo'yiladi. Bu yil Doполнительно. Mana shuni biz qarab chiqdik-da, administratsiya bilan shulay outside'larni bo'ldik 96 dan. Outside'dan o'zlarining necha prosent invalid ishlayotganini qarab qo'yildi. Buni kriteriya kattami? Avlash bilan.
O başlıklara kadar bu benim işe ko'rsatkichning birisi. 24 ko'rsatkichning birisi o'zg'ani biz ikki ko'rsatkichni o'tayolmadi. Birisi shu ya, birisi tabii ijtimoiy situatsiya ko'rmayman. Bu rayonlar arasında bizning eng raqamli yana ko'rsatkichni o'taman. Men buni o'tamagach meni premiyani kesalar. O'tdina. Amir. Men bu ko'rsatkichni o'tamasam meni premiyani kesalar. Niye sizga premiya berib barg'at deyishadi? Men premiyaga kesganda shuna ko'ra показаторga katta kesilmana. Kerak bo'lgasiga yuborishni beramiz. Nima kategoriya kishlar. Shuna ko'ra sanlarida ko'rinmaymi? Nazif. Najib kerakmi? Yani davay. O boshqa najib kerakmi? Uyushtiruvchilar da bor ekan, Xo'jakada 50 necha prosent, o'sidan necha prosent tinnatda. Tinnatga men premiya bermayman, Xo'jakaga berib qo'yardim. Ancora давай bu ko'rsatkichni da o'tara keraklar. Boshqani najib kerakman degan yaram. Kerak. Davay o'targa tarashyapman. Aytaman bu 20 rayonda 24 ko'rsatkichning birisi bu. Bundan shuna qarab bizga beya beriladi. Natijalari ko'rinadi. Rayon boshqarma komiteti Endi Shirashim urushga hazırlangan, chunki bizning Besterov Pyotr Nikolaevich degan kurator FSBdan qatnashgan edi. Shunga ko'ra endi antipolitika olib boradi deb aytasiz. В Актановском муниципальном районе организован постоянный мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму. Исходя из анализа мониторинга, можно сделать вывод, что межнациональные отношения, основанные на взаимоуважении и доверии, закрепились в районе и являются предметом особой заботы органов муниципальной власти во взаимодействии с общественными и культурными объединениями и иными институтами гражданского общества. Состояние межнациональных отношений в Актановском муниципальном районе характеризуется стабильностью, мирным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных этнических групп. На территории Актановского района функционирует 54 мечетей и приходов, исповедующих ислам суннитского толка ханафийского мазхаба. Представители духовенства принимают активное участие в профилактических мероприятиях по недопущению межэтнических конфликтов. Религиозные деятели ведут постоянную работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Религиозная ситуация на сегодняшний день в районе спокойная. На территории района постоянно контролируется пребывание иностранных граждан. Следует отметить, что в 2020 году их прибытие на территорию района резко снизилось, что связано с ограничениями, введенными в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Оперативной обстановке на территории района, связанной с прибытием иностранных граждан, дополнительно сообщит Марат Азатович. В зоне постоянного контроля субъектов профилактики находятся семьи, находящиеся в социально опасном положении. Yıllar bo'lganda bizning 2018 yilda 7 oyda uchta turgan bo'lgan 14 bola bilan 2019 yilda 7 oyda 13 bola bilan hisobda turgan bo'lgan 20 yilda 9 oila 20 bola, endi 21 yilda 5 oila 14 bola bilan. Под постоянным контролем педагогов образовательных учреждений района и психологов ЦОН Игоря Кузяга находится 167 обучающихся, включенных по результатам республиканского тестирования в группу риска, как склонные к деструктивному поведению. На каждого обучающегося составлены психолого-педагогические характеристики. Ведутся карты индивидуального психологического развития, диагностические карты. Ведется ежедневный контроль посещаемости учащихся, учащиеся вовлекаются в общественную деятельность и жизнь школы, привлекаются к волонтерской деятельности. Проводится обследование условий проживания ребенка путем посещения его по месту жительства педагогами школы. Все учащиеся группы риска заняты в внеурочной деятельности, посещают кружки, в основном это спортивные секции. Еще одна категория, с которой проводится непрерывная работа всеми членами субъекта профилактики, это лица, отнесенные к категории особого внимания, которые отнесены к данной группе в связи с устойчивым взглядом салафитского направления. На территории района таких лиц 7, из них 6 проживают на территории района, 1 в другом городе Республики Татарстан. В отношении каждого лица определен необходимый перечень информационно-профилактических мероприятий.
Bu kişiler bilen de organlarının, kişiler bizim organlarının ardayım көз алдында тұралар, һәм алар инде алар турында информация керекли дәрежеде төзелгән дип әйтергә кирәк. На протяжении 2020 года продолжалась работа по актуализации перечня потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе потенциально опасных, критических